أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizda davom etamiz. Bugun darsimizning 26-qismi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz sukunli mim qoidalarini o'rganamiz. Demak, sukunli mim qoidalari kitobda yo'qligi uchun buni ham yozgan holda o'rganamiz. Demak, sukunli mim qoidalari. Sukunli mimda 3 ta qoida bor. Bular idg'om shafaviyya, ixfo shafaviyya va izhor shafaviyya. Bu sukunli mim qoidalarini sukunli nun qoidalari bilan adashtirmaslik kerak. Ya'ni izhor, idg'om, iqlob, ixfo bilan adashtirmaslik kerak bo'ladi. Xo'p, demak, qoidani boshlaymiz. Demak, birinchi qoida idg'om shafaviyya. Sukunli mimdan keyin mim harfi kelsa, ikkisini birlashtirib tashdid bilan g'unna qilib o'qiladi. Sukunli mimdan keyin bu joyda mim harfi kelyapti. Endi ikkisini birlashtirib bu holatda tashdid bilan ozroq g'unna qilib o'qiymiz. Endi ba'zi kitoblarda shunday aytiladiki yoki ustozlar shunday aytishi mumkinki, sukunli mim harakatli mimga yo'liqqanda birinchi mim sukunlik mimni ikkinchi harakatli mimni ichiga kirgizib o'qiymiz degan holatda aytilishi mumkin. Bu sukunli mim va harakatli mim ikkisi ham mim, ikkisini ham mahraji bir xil bo'lgani uchun bu joyda tashdid qo'yib g'unna bilan o'qiymiz. Lakumma degan holatda o'qiymiz. Bu joyda o'qilishi lakumma. Keyingi so'zimizda sukunli mimdan keyin yana mim harfi kelgan. Bu joyda ham ikkisini birlashtirib tashdid bilan g'unna qilib o'qiymiz. Ya'ni shu mim harfini mimga kirgizib o'qisak ham shu holatda bo'ladi. Shuning uchun biz oddiyroq, soddaroq holatda tushuntirishga harakat qilamiz. Kummusa ozroq g'unna bilan o'qiymiz. Bu o'qilishi kummusa. Bu joyda maddaviy bor, buni ozroq cho'zamiz. Keyingi so'zimizda ham sukunli mimdan keyin harakatli mim bor. Yana mim kelgan. Ikkisini birlashtirib tashdid bilan o'qiymiz. Alayhim sodah degan holatda o'qiymiz. Bu pastdagi o'qilishi alayhim sodah degan holatda o'qiymiz. Endi keyingi so'zimiz, bu so'zda ham sukunli mimdan keyin harakatli mim kelgan. Ba'zi Qur'onda, deyarli Qur'onda bu holatda keladi, ya'ni ustida sukun bo'lmagan holatda keladi. Shunda biz buni sukunli mimligini bilgan holatda o'qib ketaveramiz. Ya'ni bu qanday qoida ekan degan holatda to'xtab qolmaslik kerak bo'ladi. Sukunsiz keladi, deyarli sukunsiz keladi. Ba'zilarda sukun bilan kelishi ham mumkin. Demak, buni biz namman degan holatda o'qiymiz. Bu pastdagi o'qilishi namman. Bu sukunli nun mimni birinchi qoidasi idg'om shafaviyya deyiladi. Endi sukunli mimni ikkinchi qoidasi bu ixfo shafaviyya. Bu ikkinchi qoidasi. Sukunli mimdan keyin ba harfi kelsa, mimni ba harfining mahrajiga kirgizib ozroq g'unna bilan o'qiladi. Sukunli mimdan keyin ba harfi kelyapti. Endi mimni ba harfini mahrajiga kirgizib g'unna bilan o'qiymiz. Ya'ni biz ixfo sukunli nunni qoidasida ixfoni o'tgandik. Bu joyda endi
sukunli mimda ixfoda bitta ba harfi bor. Sukunli nunda ixfo harflari ko'p. Endi bu joyda tajvid ustozlari shunday aytganki, biz buni ixfo qilayotganimizda og'izni ko'p ochib qo'ymaymiz. Ya'ni ko'p ochib qo'ysak mim harfi bilinmay qoladi deb aytilgan. Ya'ni og'iz ochilishi bitta soch tolasini miqdoricha bo'lishi kerak deb aytilgan tajvid ustozlari va Shayx Alijon qori ustozimiz aytganki, bitta varoq qalinligida degan. Ya'ni ko'p ochib qo'ysak bu mim bilinmay qoladi. Ya'ni bu holatda kun biquwwah, ya'ni bu joyda mim bilinmay qoladi. Yoki bu holda ham o'qimash kerak. Juda lablarni bir-biriga qattiq bosib, ya'ni kun biquwwah degan holatda juda qattiq ham bosib qo'ymaslik kerak. Ya'ni shu tajvid ustozlari aytgandek bir soch tolasicha yoki bir varaq miqdorida Shayx Alijon qori ustozimiz aytgandek. Ya'ni bu joyda biz deyarli lablar bir-biriga deyarli tegib turadi, lekin bir-biriga bosmaymiz. Ya'ni kun biquwwah degan holatda o'qiymiz. Ya'ni mim bilinishi kerak bu joyda. Keyingi so'zimizda ham shu holat, sukunli mimdan keyin ba harfi kelyapti. Bu joyda ham shu holatda lablarni ortiqcha qattiq bosmay yoki ortiqcha ko'p ochib qo'ymasdan o'qiymiz. Robbuhum bihim degan holatda o'qiymiz. Bu joyda e'tibor berish kerak. Mana biz ba harfida hozir lablarni bir-biriga qattiq bosyapmiz, lekin mim harfida unchalik qattiq bosmaymiz. Ya'ni robbuhum bihim, agar biz qattiq bossak robbuhum bihim deb shu holatda chiqadi. Endi biz qattiq bosmasak buni robbuhum bihim degan holatda chiqadi. Keyingi so'zimizda mimdan keyin ba harfi kelyapti. Bu so'zimizda ham shu holatda o'qiymiz. Ortiqcha lablarni ochmasdan va ortiqcha qattiq bosmasdan. Tarmihim bihijaroh degan holatda o'qiymiz. Bu sukunli mimning ikkinchi qoidasi ixfo shafabiya. Uchinchi qoidasi bu izhor shafabiya deyiladi. Endi sukunli mimdan keyin ba va mim harflaridan boshqa harflar kelsa mimni izhor qilib bildirib o'qiymiz. Demak, sukunli mimdan keyin ba harfi va mim harflaridan boshqa harf kelsa sukunli mimni izhor qilib bildirib o'qiymiz. Ya'ni oddiy holatda alaykum shahid, lakum dinikum, hum roki'un degan holatda o'qiymiz. Bu mimni uchinchi qoidasi. Endi mimni qoidalarini tugatdik. Endi shunga e'tibor berish kerakki, bu joyda aytilgan sukunli mim vav va mim harfi yana fa harfiga yo'liqqanda, ya'ni sukunli mimdan keyin vav va fa harfi kelganda ixfo qilib o'qib qo'yishdan ehtiyot bo'lish kerak deb aytilgan. Ya'ni tajvid ustozlari shunday deganki, sukunli mimdan keyin fa harfi va sukunli mimdan keyin vav harfi kelganda ehtiyot bo'lish kerakki, ixfo qilib qo'yishdan. Chunki bu joyda fa harfi aytilganimizda og'izlar ochiladi ozroq. Vav harfini aytganimizda ham lablar oldinga chiqqan holatda ochiladi. Ya'ni buni bu holatda o'qib qo'ymasligimiz kerak. Hum fiha deb o'qib qo'ymasligimiz kerak.
Ya'ni biz bu joyda hozir mimda aytganimizda lablar yopiladi, ya'ni hum dedik. Endi shu joyda fa harfini chiqarib qo'ymaslik kerak, ya'ni hum fiha degan holatda o'qimaslik kerak. Chunki fa harfini aytganimizda bizni tepa tishlarimiz pastki lablarga, ichki qismiga tegadi va fa degan holatda og'iz ozroq ochiladi. Shunda biz buni hum fiha degan holatda mimni o'qigandan keyin lablar yopiladi va fani alohida o'zini sifatlari bilan o'qishimiz kerak bo'ladi. Hum fiha degan holatda, ya'ni buni hum fiha deb mimni joyidan chiqarib qo'ymaymiz. Demak, ikkinchi harfimiz bu vav harfi. Vav harfida ham shu holat, ya'ni buni alayhim valaddallin degan holatda buni mimni joyidan chiqarib qo'ymaymiz. Alayhim va degan holatda chiqarmaymizda, buni alayhim o'qidik. Alayhim valaddallin. Vavda aytganimizda sifat va maxraj chiqishi kerak, ya'ni lablar oldinga cho'zilgan holatda o'qilishi kerak. Alayhim valaddallin degan holatda o'qiymiz, ya'ni shu mimdan keyin fa va vav harfi kelsa shu qoidaga e'tibor berish kerak. Bugungi demak mim qoidalarimiz shulardan iborat. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha